Assalomu alaykum hurmatli fizika paniga qiziquvchilar. Bugungi temamiz maydon. Maydon S degan at bilan belgilanadi ham uning tixargi o'lcham birligi metr kvadrat bo'lib topiladi. Sonымен birga yeselik o'lcham birliklari bor 1 metr kvadratdan. Bu kilometr kvadrat bo'lib topiladi. 1 kilometr kvadratda 1 million metr kvadrat bor. Ulesli o'lcham birliklari bu desimetr kvadrat, santimetr kvadrat ham millimetr kvadrat bo'lib topiladi. 1 metr kvadratda 100 desimetr kvadrat bor, 1 desimetr kvadratda 100 santimetr kvadrat bor, 1 santimetr kvadratda 100 millimetr kvadrat bor. Buni sxemalik turda bulancha suratlarga bo'ladi. 1 metr kvadratda demak 1 metr kvadratdan desimetr kvadratga o'tadigan bo'lsak, demak 100 ga o'tishimiz kerak bo'ladi. Desimetr kvadratdan santimetr kvadratga o'tadigan bo'lsak, yana 100 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Santimetr kvadratdan millimetr kvadratga o'tgan vaqtda 100 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Al kersinchi, millimetr kvadratdan santimetr kvadratga o'tgan vaqtda 100 ga bo'lamiz. Santimetr kvadratdan desimetr kvadratga o'tgan vaqtda 100 ga bo'lamiz. Desimetr kvadratdan millimetr kvadratga o'tsak, bizlar 100 ga bo'lamiz. Misol uchun 74 metr kvadrat, uni desimetr kvadratga aylantiradigan so'rab o'zim. Demek 74 metr kvadrat bo'lsa, demek bu yerda turibdi. Metr kvadratdan desimetr kvadratga o'tadigan bo'lsak, demek 100 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladimi? 74 ko'paytirib 100 7400 desimetr kvadrat degan javob chiqadi. Al endi 74 millimetr kvadrat belgilgan bo'lib, 10 desimetr kvadratga aylantirishimiz uchun yozamiz. Demek millimetr kvadratdan desimetr kvadratga o'tadigan bo'lsak, demek 100 ga bölemiz, keyin yana 100 ga bölüş kerak. Yamasa onun 4-derecesini bölümümüz kerak bo'ladi. Demek 74'te onun 4-derecesiga bölsek, 7,4 koytu onun minus 5-derecesi desimetr kvadrat kelib chiqadi ekan. Sonымен birga bizler fizikadan hisob chiqargan vaqtimizda bunday geometriyalik figuralar formalar bizlarga yordamga keladi. Misol uchun turmishli ishimizlik belgilgan bo'lsa, S teng 2dan 1 A ko'paytirgan B degan formadan foydalanamiz. Al bunday ishimizlik berilsa, demak, uning 2dan 1da taraf ultanini ham uning biyiqligini ko'paytsak, biz shu ishimizlikning maydonini olamiz. Turmishli 4 belgilgan bo'lsa, demak, uning iki tarafi iki taraf teng, ana iki tarafi B-ga teng bo'lsa, demek S deganimiz A ko'paytirgan B-ga teng bo'ladi. Al kvadrat berilgan bo'lsa, hamma tarafi teng, demek S teng A kvadrat bo'lib topiladi. Endi bu yerda turmishli trapetsiya berilgan. Uning maydoni qalay topamiz? Demek kichkina ultani, ulkan ultani ham biyiqligi bor. Demek S teng A plus B bo'lgan yerga qo'yilgan H degan formani topamiz. Al mana yerda tap sonday. Ma kichkina ultani A, ulkan ultani B, uni biyiqligi H. Demek A plus B bo'lgan yerga qo'yilgan H'imiz mana trapetsiyamizning maydonini beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.